Ellikqal'a tumanida joylashgan Zentro do'koni jamoasi ham ana shunday imkoniyatlardan samarali foydalanib, o'z faoliyatini bosqichma-bosqich kengaytirib kelmoqda. Do'kon dastlab faqat erkaklar kiyim-kechaklari savdosi bilan shug'ullangan bo'lsa, yaratilgan qulay iqtisodiy sharoitlar va soliq imtiyozlari tufayli faoliyat yo'nalishlari ancha kengaytirildi. Zentro do'konining faoliyatida xaridorlar bilan o'zaro ishonch va xizmat ko'rsatish sifati muhim o'rin tutadi. Do'konda zamonaviy savdo tizimi joriy etilgan, bonusli chegirmalar va qo'shimcha xizmatlar taqdim etiladi. Mahsulotlar sifatiga kafolat berish va hamyonbop narx siyosati do'kon faoliyatining asosini tashkil etadi. Bugungi kunda Zentro do'koni Ellikqal'a tumani aholisi uchun turli yosh toifalar ehtiyojlarini qondiradigan ishonchli savdo maskaniga aylandi. Bu yerda oila a'zolarining barchasi uchun zarur bo'lgan kiyim-kechaklarni tanlash imkoniyati yaratilgan. Shu kungacha Zentro do'konida faqat erkaklar uchun mo'ljallangan zamonaviy kostyumlar, kurtkalar, futbolkalar, sport kiyimlari va turli aksessuarlar bilan savdo qilinardi. Hozirgi kunda xaridorlarning talab va ehtiyojlaridan kelib chiqib, bu yerda yangi bo'lim ayollar va bolalar kiyimlari bo'limi ochildi. Bu yerda ko'ylaklar, sumkalar, poyabzallar, atirlar va bezak buyumlari savdosi yo'lga qo'yilgan. Do'kon rahbariyati yosh avlod ehtiyojlarini ham inobatga olib, bolalar kiyim-kechaklari savdosini ham tashkil etdi. Bolalar bo'limida tabiiy matolardan tikilgan, bolalarning faol hayoti tarziga mos keladigan kiyimlar va poyabzallar xaridorlarga taklif etilmoqda. Zentro do'konining faoliyati davlat tomonidan yaratilgan imkoniyatlardan samarali foydalanib, mahalliy tadbirkorlikni rivojlantirish, yangi ish o'rinlarini yaratish hamda aholi turmush farovonligini oshirishga o'z hissasini qo'shmoqda. Bu esa biznes obyektlari uchun yaratilgan qulay sharoit va imtiyozlarning amaliy natijasidir.